Dilbar, Ha? meni qaqqobga olsan. Voy shundan o'zi metroda chiqishingiz bilan oltin markaz bor, o'sha yerga ketdi. Dilbar, qaqqobga olmas. Oltin markaz Hamzadagi o'sha yerga keldik. Nima bor bu yerda? Voy nima bo'ladi betatillar, hotellarda qanchalar brilliantlar bor. Nimaga aynan Xolida Diamond? Voy yuri aytaveraman. Umid aka, Xolida Diamond Yerevandan, Bakudan, Dubaydan eng zo'r brendoviy brilliantlarni olib kelishadi. Va hozir bu yerda juda ham katta skidka ketyapti. O'shaning uchun iltimos bittasini olib bering. Faqat bitta taqimchoq senda. Ha, bitta. Voy, mana bu chiroyliligini. Qarang. Bu ham zo'r ekan. Buni ham olaman. Bujuterasi yo'q ekanmi buni? Yo'q, bu yerda hamma narsa brilliant. 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 Yaltirashlarni. Mana qarang, mashinasini olib berasiz. Yana nimalar bor ekan? Voy, bo'ldi. Har qanaqasi bor, bu yerda oq tili ham bor, sariq tili ham bor, xohlaganingizda topa olasiz. Voy, bilan chiroyli. Soatli ham bor ekan. Voy, brilliant ekan. Bu Rolex ekan. Uyimni sotsam, men pulim yetmaydi. Buni qarang. Oke, bu yerda chakish mumkin emas. Kechirasiz, aka. Aka, zalogga odam o'tadimi?